Bu O'zbekiston Kubogi finalida to'qnash keladigan jamoalar hozircha qaysidir ma'noda bir-birlarini o'sha final uchun imtihondan o'tkazadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. G'ayrat Jo'rayev kichik qur'a tashlashni hozir o'tkazadi va jamoalar maydonning qaysidir tomonini tanlashadi. Demak, tanlab bo'lindi. Esdalik uchun suratga tushib olishlari kerak. 30ta uchrashuvni biz inobatga oladigan bo'lsak, endi bu yog'iga orqaga yo'l yo'q. 4ta sariq kartochkasidan so'ng bitta o'yin o'tkazib yubordi. Va 95-raqamda Nodirbek Ahmadjonov. Birinchi zarba xavfli. Mana shunday tarkib tanlangan murabbiylar tomonidan. Qizig'i shundayki, bugun haqiqiy jang ko'ramiz. Shu yerda to'p unga yetkazib berildi, to'xtatmasdan turib darvoza tomon to'p yo'naltirildi. Jarohatlarsiz, qanaqadir mukammal eng asosiy tarkib bilan yetib kelsa, mana bu yerda esa VAR hozir aralashadi shekilli do'stlar. Ana shu yerda ko'rinsa kerak. Mana oyog'ini e'tibor bering, himoya. Yerga qo'ydi, tegdimikan bu? Yo'q, birinchi bo'lib yerga qo'ygan. Flamarion ikkinchi qavatda to'p uchun kurash, zarba va gol. Bashar Rezan yaxshi o'ynayapti degandim. Mana o'shani yaxshi o'ynaganining mahsuli deydimi? Kerakli paytda, kerakli joyda paydo bo'ldi. Ancha oldingi sharhlovchilardan qolib ketgan. To'p qaytarildi. Xo'sh, Omonov o'tib ketdi. Zarbami, uzatma? Kim bor bu yerda? Omonov chiroyli tarzda aldab o'tdi. Kirib boraverish kerak edi to'xtamasdan. Lekin Adhamzoda, Flamarion o'zimi? Yo'q, chap qanotga. To'p jarima maydonchasi ichida Sergeyevdan uzatma, zarba va gol. Igor Sergeyev to'pni shunday yetkazib berdiki, Flamarion bor yo'g'i to'pga boshini qo'yish qoldi xolos. Sandel Babayan davrida. O'sha davrdan beri Sergeyevni biz maqtab kelganmiz. Har safar ham yonini olganmiz. Boshidan nimalarni o'tkazmadi. Shuning evaziga tabloga qarasangiz kifoya. Demak, birinchi bo'limdan so'ng hisob 2 va o'ylaymanki, ikkinchi bo'lim yanada qiziqarliroq kechadi. Tanaffus. Mana shu birinchi bo'limdagi 2-0 hisobi biz ulardan ancha ustun ekanmiz degan ruhiy ustunlikni berishi mumkin. Shu bois ham hozir Buxoro o'zgarishi kerak, har tomonlama. Menimcha Xamikov kerakli so'zlarni topa olgan ko'rinadi. Mana bo'larkanki o'ynasiz Tabatadze. Bosh bilan berilgan zarba. Kimlar bor? Shirinboy Abdullayev, Amirbek Saidov, Ibrohim Numonov, Alisher Xayrullayev. Adhamzoda boshladi o'zi. Tabatadzega sariq, Po'latovga sariq, Adhamzodaga sariq. Muhammad Bashar Rezan. Yana Buxoro hujumda. Omonov, xavfli vaziyat. Begich. Nahotki mana endi vaziyatlar bo'ladi. Harakatda barakat. Tabatadze. Jo'rabekov. Yana bir Po'latov zarba va Nazarov o'z o'rnida. Jo'rabekov kuchli zarbaga ega, bilamiz, lekin jonli devordan o'tkazish kerak. Boshqa zarba, boshqa o'yinchi zarba berdi va to'p darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Darvozabon ulgurmagan ekan. Omonov chalg'itdi.
va hozir esa Dostonbek Hamdamov. Jarima zarbasi xavfli va Jo'rayev sezib turibdi hammasini. Yana Paxtakor to'p bilan oldinga. Kim birinchi bo'ladi? Darvoza bo'sh. Darvoza bo'sh. Sergeyev. Qoyil Igor Sergeyev 15-gol. Zo'r zarbalarga qodir. Mana bu yerda xato ketdi va to'pni oldinga kim yetkazib berdi? Ibragimov ekan? Yo'q, bu boshqa o'yinchi. Shunaqa chiroyli pasni amalga oshirdi darvozabon Otabek. Qayerda yuribdi? Bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltirishda adashmadi. Harakat qiladi baribir Franya Chiryak, to'pni Po'latovga. To'p jarima maydonchasi ichida. Darvozabon Nazarov bo'sh qolgan darvozaga hozir. Qani ko'raylikchi. Nazarov xatoga yo'l qo'ygan ekan. Endi bilasizmi, bo'sh qolgan dedim, lekin Alijonov to'p jarima maydonchasi ichida va zarba. Igor Sergeyev 4-gol. Igoryok. Shimoliy Koreyaga urgan golini eslaysizmi? Biz o'sha borganmiz safarda. Qiyin. Qarang, himoyachi qayerda turibdi va kurashda qanday yengib chiqyapti. Uzatma ham chiroyli bo'ldi. Igor Sergeyev 88-daqiqa. Buxoro hujumda. Yaxshi imkoniyat. Hozir hamma hujumga berilib ketgan va qarshi hujumda Paxtakor jamoasi a'zolari. O'ng qanotga to'p yetkazib berildi. O'yinni davom ettirish mumkin. Hamdamov to'pni so'rayapti, to'p o'tib ketdi. Zarba, to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Dostonbek ataylab o'tkazib yubordi. Hojimat to'pni to'g'riladi va o'zi zarba berdi. Chiroyli hujum. Yaxshi imkoniyat. Yana to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Buxoro jamoasi a'zolari ham va oxir oqibatda ketma-ket 2 marta yana jazolanishdi. Mana vaziyatlarga e'tibor bering. Bu safar Bobur Abduxoliqov imkoniyatdan foydalana olmadi. Foul. Sardor Sobirxo'jayev aybdor. Bitta gol uchun harakat qilyapti Buxoro. Oxirigacha o'ynash kerak. Zarba! Va tablodagi hisobga qarang. Gollar nisbatini ham yaxshilab olyapti va o'z hisobidagi ochkolar sonini 46 taga yetkazdi. G'ayrat Jo'rayevning xushdagi chalindi. Paxtakor mehmonda Buxoroni 4-0 hisobda mag'lubiyatga uchratyapti. O'ylaymanki, O'zbekiston Kubogi finali bunaqa bo'lmaydi. Boshqacharoq bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Har holda finaldagi bo'lish kerak.